Marhamatlilar, assalomu alaykum. Agar siz marhamatli bo'lsangiz yo marhamat territoriyasidan shaharga yaqin joydan 2 xonali kvartirani puliga 4 sotikka joylashgan xonadon izlayotgan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun yoki yaqinlaringiz uchun. Videoni diqqat bilan tomosha qiling. Xonadonimizni sizlarga polniy obzorini qilib beramiz. Bunaqa tinch mahalla ancha-muncha lokatsiyada yo'q. Mahallamizni bitta ko'rsatib olasiz, tinchligini mana. Kommunal ko'cha deyiladi. Mana O'rus qabristondan kirganda ikkinchi ko'chadan kiriladigan 6-7 xonadon. Qani hozir sizlar bilan bitta obzorni ko'ramiz. Ketdik. Bismillah. Bu xonadan boshlaymiz. Qani, marhamat. Bitta kirib ko'rsatib o'ramiz. Xonaning razmeri 3,5 ga 8 yo 7 metr bo'lishi kerak. Juda ham prostorniy qilib qo'yilgan. Tepalari ham mana chiroyli pardalar ilingan. Bu yoqda ikkinchi xonasini ko'rsataman. Mana bu yerda shunaqa kichkina xolchasi bor. Xohlasangiz detskiy xona qilib qo'yasiz. Xohlasangiz televizorni ilib mehmonxona qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda yana bitta xonasi, bu yoq issiqroq xonasi, mana pechkalari bor. Svetlarni yoqib ko'rsataman. Endi chap tomonda joylashgan kuxnyasi va yana bitta xonasini ko'rsataman. Qani marhamat. Kirganimizda mana bu yerda yana bitta bizni hol kutib oladi. O'ng qo'l oshxonani ko'rsatib boramiz. Qo'limiz ham juda ham chiroyli qilingan. Oshxonaga bitta baho berib olasizlar. Juda ham keng qilib qilingan. Bemalol agar sizda 6 ta farzand bo'lsa ham bemalol kelib yashasangiz bo'laveradi. Kuxnyasi juda ham katta. Oshxonamizning yon tarafida joylashgan, bir tomoni ko'chaga qaragan yana bitta xonamiz bor va bu shkaflarga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolisa, kiyimlar xor bo'lmaydi. Mana oxirgi xonamizni ko'rib qo'yinglar. Xohlasanglar buni ham detskiy qilsanglar bo'ladi, xohlasanglar mehmonxona, xohlagan tusda o'zgartirib o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Navbat sanuzelimizga keldi. Kirganimizda yana bitta kichkina xolchamiz, bu yoqda kotelni, mana ko'rishingiz mumkin. Nasoslar hammasi original narsalar ishlatilgan. Mana bitta ko'rsatib o'rganki. Sanuzelimiz ham juda ham chiroyli prostorniy katta qilib qilingan, bemalol hamma narsalar sig'ib ketaveradi. Mana kir mashinalar, tualetlar hammasi joy-joyga o'rnatilgan, hech qanaqa narsa bir-biriga xalaqit bermaydi. Shuncha uy sig'dirgandan keyin akamiz yana 2 sotikka yaqin yer maydonni sizlarga qoldirgan, bemalol mana ko'rishingiz mumkin. Yana mevali daraxtlar ham ekilgan. Bu yoqda ko'rib turibsizlar, mana letniy kuxnyamiz juda ham katta qilib qilingan. Bemalol xohlasangiz o'tin, xohlasangiz mol baylab olsangiz ham bo'ladi. Juda ham katta maydonga ega. Ushbu 4 sotikka joylashgan 5 xonali kirib yashashga tayyor xonadonimizni narxini akamiz $70,000 deyaptilar. Ozgina o'tib beradigan joylari ham bor ekan. Xudo xolasa bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, kelib bu xonadonni ko'rishingiz mumkin. Uy qidirib yurgan tanishlarga videoni jo'natib qo'ying. Salomat bo'ling.